Avtograf bu kompaniyalar guruhi bo'lib, u 20 yildan ortiq vaqt mobaynida sanoat va chakana savdo sohalari uchun materiallar, uskunalar va asbob-uskunalar yetkazib berish bilan shug'ullanib kelmoqda. Bugungi kunda Avtograf federal darajadagi xolding hisoblanadi. Uning tarkibiga 9 ta savdo va ishlab chiqarish kompaniyalari kirib, ular yagona mexanizm sifatida faoliyat yuritadi. Har bir kompaniya o'zining strategik yo'nalishi uchun javobgar bo'lib, o'z segmentida professional mutaxassis hisoblanadi. Kompaniyalar Rossiyaning ko'plab mintaqalari va yaqin xorij mamlakatlarida o'z filiallari va hamkorlariga ega bo'lib, umumiy hisobda 500 dan ortiq tashkilotni o'z ichiga qamrab oladi. Avtografning bosh ofisi va logistika majmuasi Sankt-Peterburg shahrida joylashgan. Kompaniyaning o'z ishlab chiqarish tarmoqlarida quyidagi mahsulotlar ishlab chiqariladi. Cheklanmagan miqdorda sayqallash lentalari, abraziv disklar, KLT va yuqori sifatli bor frezalari. 3000 dan ortiq mijozlar har kuni turli sohalarda bizning mahsulotlardan foydalanadi. Jumladan yuzalarni sayqallash, silqlash va polirovka qilish konveyerlari va ta'mirlov bo'yash ishlari, sanoatga oid payvandlash ishlari, metallarni kesish va ishlov berish, texnik xizmat ko'rsatish stansiyalarini jihozlash, ishlab chiqarish xavfsizligi. Mijozlarni o'z vaqtida barcha zarur resurslar bilan ta'minlash uchun Avtograf 12 ta shaxsiy ofis logistika markaziga ega bo'lib, ularda 650 dan ortiq yuqori malakali xodimlar faoliyat yuritadi. Omborlarni doimiy ravishda yangilab va to'ldirib borilishi, yetkazib berish jarayonining uzluksizligini va narxlarning barqarorligini kafolatlaydi. Mijozlarimizga ishonchli va sifatli mahsulotlar bilan birga yuqori darajadagi xizmat ko'rsatishni ham taklif qilamiz. Shu bilan birga ishlab chiqarish jarayonlarini tahlil qilish orqali korxonalarga zamonaviy texnologiyalarni joriy etishga yordam beriladi. Buyurtmachining individual talablariga muvofiq materiallar va uskunalarni tanlaymiz hamda ishlab chiqaramiz. Soha mutaxassislarining malakasini oshirish va ish sifatini yaxshilash maqsadida zamonaviy o'quv muhitini yaratamiz. YouTube kanallarimizda avtomobillar kuzovini ta'mirlash va bo'yash, yog'och va metallga ishlov berish, shuningdek, shaxsiy himoya vositalaridan foydalanish borasidagi bilim va tajribalarimiz bilan bo'lishib boriladi. Kompaniya mahsulotlari barcha mashhur marketplace'larda, shuningdek, rasmiy onlayn do'konlarimizda taqdim etilgan. Rossiyaning turli hududlaridagi xususiy va davlat korxonalari bizga ishonch bildirayotganidan faxrlanamiz. Ular orasida yirik korporatsiya va zavodlardan tortib, kichik servis va ishlab chiqarishlargacha mavjud. Bozor iqtisodiyotida yetakchilik qilishimiz bu bir-birini qo'llab-quvvatlaydigan malakali mutaxassislardan iborat jamoamizning yutug'idir. Shu bois bizning eng katta qadriyatimiz bu insonlardir.